Neo mashinamizga metangacha propan uстановка qilib berdik. Damas mashinasiga metan uстановка 65 talik Haval Dargo mashinasiga 73 talik propan zapaskani joyiga uстановка qilib beryapmiz. Yo'qda oldi qismiga esa Haval mashinamizni Alex Idea Blue upravleniya bilan Flipper partinkalar bilan original uстановка cho'k qilib garajasini uстановка qilib beryapti. Cobalt mashinasiga 90 talik metan uстановка, gazelamizga esa odam tashiydiganda butka qiladigan hali 150 talik balon qo'yib beryapti. Cobalt mashinasiga 90 talik balon, Dongfeng Alice mashinasiga propan uстановkaga olib qo'yamiz. Qo'yilayotgan zapchastlar bunga xuddi shu Alex Idea Blue upravleniya Barakuda original farsonkalari bilan uстановка jarayoni. Bu yerda Valtek italyanskiy farsonka X original reduksiyalar bilan Cobaltimiz. Gazelamizga ham xuddi shunaqa original zapchastlar bilan uстановка qilib beryapmiz. Shunaqa kimga xizmatlar kerak bo'lsa, tuman topshiriqga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 150 talik gaz balon. Cobaltimiz esa